maqtash. Ya'ni turmush o'rtog'ingizdan, farzandingizdan, yana qaynotangizdan, yoki ota-onangizdan qanaqa so'zlarni eshitgisi kelyapti. O'sha eshitgisi kelayotgan gaplarni o'zingizga o'zingiz berish. Ya'ni o'zingizni o'zingiz boshqa insonlardan kutmasdan maqtaysiz, o'zingizni maqtaysiz. Bizda ko'pincha kutishga o'rganganmiz, sezmayapsizmi? Atrofdagi insonlar bizlarni maqtashini kutib o'tiramiz. Oxiri hafsalamiz pir bo'ladi. Keyin borib bizni maqtanchoqqa aylanib ketamiz. Maqtanchoq insonlar bormi hayotingizda? Bormi? O'zingizchi? Agar sizni hayotingizda, ya'ni o'zingiz maqtanchoq bo'lib ketayotgan bo'lsangiz, yoki qaysidir tanishingiz maqtanchoq bo'lib ketayotgan bo'lsa, bilingki, u insonga maqtov yetishmayapti. Shuning uchun ham maqtanchoq bo'lib ketadi. Qachon inson maqtanadi? Qachonki o'ziga yetmaganda, o'zini o'zi tan ololmaganda, o'zini o'zi maqtov yetmaganda, o'zingizga o'zingiz maqtov yetmaganda, siz o'tirib o'zingizni o'zingiz maqtaysiz boshqalarga. Слишком nima deydi? Maqtanchoq bo'lib ketadi. Oldingizda o'sha odamni nima qiladi? O'tirgisi kelmay qoladi. Yoki shunaqa tanishlaringiz bo'lsa, o'zingiz ham o'tirgisi keladi. Voy, boshim og'rib ketdi, shunaqa bo'ladimi? Har bitta gapda maqtov bo'ladi. Nima bilasizmi, nima deb o'yladim o'sha. Pulchatir bizilib qolgan uchimizda. Yo'q, unaqa emas. Maqtov eshitmagan inson avtomatik tarzda maqtanchoq bo'lib qoladi. O'zi bilmagan holatda uni o'zini maqtanchoqligi bilinmaydi. Sizni o'zingizni maqtanchoqligingiz o'zingizga bilinadi? Endi anglaganingizcha bilinadi, anglamagan paytingizda bilinmaydi. O'zimizga bilinmaydi. To'g'rimi? U insonniki bizga juda ham tez bilinadi. Nega? Chunki biz tashqaridan qarayapmiz. O'shaning uchun qanaqa bu maqtanchoqlikni to'xtatish kerak. O'sha insonni o'tirib biroz ham maqtaysiz. Rostdan ham sen zo'rsan, rostdan ham sendek hech kim qila olmaydi. Sen maladessan deb o'tirib maqtaysiz. Og'zaki. Ayol emas, rostdan og'zaki maqtaysiz va u avtomatik nima qiladi? Maqtanchoqlikni to'xtatadi. Yo'q, podxod qilmaydi. Yo'q, narsa qo'yadi. U xursand bo'lib ketgan. O'zingiz maqtanchoq bo'lib ketmasligingiz uchun, boshqalardan kutmasligingiz uchun o'zingiz har kuni maqtaysiz. Shaklos oilaga qarab deyishmadi, shart emas oilaga qarab maqtash. Xohlaganingizcha. Yo'lda ketyapsizmi? Maqting, voy qanaqa boladesman, qancha pishqon yurdim. 1 soat pishqon yurdim, charchaganim yo'q, malades. Oyoqlarim malades. Mana shunaqa zo'r xizmat qiladi. Ovqat pishirdingizmi, maqtaysiz? Qo'llarim shunaqa shirin, mazali ovqat pishirdim, mendagi povri yo'q. Rostdan sizniki povri yo'q. Siz oshni zo'r qilsangiz, zo'r pishirsangiz, siz ham zo'r pishirasiz. Solishtirib bo'lmaydi bir-biridan, to'g'ri? O'zingiz maqtaysiz. O'tirib, televizor ko'rasiz. O'zingiz maqtaysiz. Qanaqa maladesman, shunaqa zo'r, yaxshi foydali peredachani ko'raman. Odatda nima qiladi? O'rg'ur. O'tirib shu televizor ko'rishga vaqt ketmaguncha turib uylaringa chiqsang bo'lmaydimi? O'sha yoqmayotgan jihatingizni ham maqtaysiz. Yoqmayaptimi o'sha qilayotgan ishingiz? Yotibsiz, bugun ertalabdan kechgacha shamtoga o'xshab yotibsiz, uylaringiz yoyib yotib, shunaqa paytda o'zingiz qo'yingsiz. O'sha paytda ham o'zingizni поддержка qilasiz. Maladessan, shunaqa shamtoligimni yaxshi ko'raman. Hozir uyga kimdir kelib qolsa ham shunaqa qiladi. O'zingiz shunaqa maqtaysiz. Biz nimaga o'rganganmiz? Biz o'zimizdan shunaqa paytda tepkilab, shirtkilab, burchakdagi jazolab, qirib qo'yib, bitta dam olganimiz uchun o'zimizga o'zimiz kun bermaymiz. Rostdan shu, kun bermaymiz. Qancha ishni taxlanayotgan, san yotibsan, uylaringni qara. Hozir ering kelsa nima ovqat berasan? Qozonda bitta ovqat ham yo'q, xolodilnik bo'sh. Shunaqa paytda siz o'zingizni maqtaysiz-ku? Ovqat yo'q, xolodilnikda, misol qozonda ham ovqat yo'q, xolodilnik boshqa tuxum qovurib yeyishga tuxum ham yo'q. O'sha paytda turmush o'rtog'ingiz o'zi
Sizga aytmasdan o'zlab kerak ko'chada ovqat. Rostdan shunaqa bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Bitta klientim yotgan, hali ko'rish shu vazifalarni berdi. Uyga borib yotgisi kelgan, lekin ayol bardak bo'lgan. Boring degan yotgan. Ovqatlar pishirmagan, turmush o'rtog'iga bekib qo'ymagan. Uyda ovqat yo'q, nesbishda ko'chadan olib kelgan demagan. O'sha kuni turmush o'rtog'i bilmagan, ovqat yo'qligimiz turmush xotinini bunaqa cho'zilayotganini ham bilmaganda keyin o'zi bilan birga shashlikni ko'tarib kelgan. Chunki o'sha ayol o'ziga ruxsat bergan, o'zini o'sha dam olishiga, kunlar yoyilib yotsa ham o'zini yaxshi ko'rib, o'sha jarayonlarni nima qilgan, o'z olishiga ruxsat bergan uchun hech kim unga atrofdan nima qilmagan, bosim o'tkazmagan. Qanaqa sharoit bo'lishidan qat'iy nazar o'zingizni qo'llab quvvatlaysiz. Ba'zida hech narsa kelmayapti, o'sha yerdan qo'yasiz. Hayratdan bo'ldingiz. Mana shunaqa. Xuddi shunaqa nima bo'ldi? Mana shundan o'zimni yaxshi ko'raman. Aynan shu jihatlarni yaxshi ko'raman. Beparvolik o'tib ketmaymizmi keyin? Bu beparvolikga o'tmaysiz. Просто siz o'zingizni o'zingiz qiyin vaziyatlarda ham nima qilasiz? Qo'llab-quvvatlaysiz. Har doim vaziyat bo'ladi. Har kuni siz yoqingiz kelmaydi. Oyda bir, yilda bir shunaqa vaziyat bo'lib qoladi, tamoqingiz keladi. Endi shu bir yilda bitta keladigan narsani endi o'zingizga nazarda tashlasangiz endi bo'lmabdi-da. Har kunga yo'q, har kuni bo'lmabdi, chunki siz o'zingizga bermayapsiz. Tinchlik bermayotgani uchun har kuni organizm yotgisi keladi. Lanj bo'lib keladi. Qanaqa tushunmadingiz? Yetganingizni qilganman. Masalan, alohida masala qanaqalik alohida chiqib ketganman. Qanaqalikdan qo'limga mehmonga ketishdi. Agar o'tirishga o'zim to'rt yo'qdib yo'qoldim. O'zim xizmatkor. Menga o'qib qaradim. Hech kim indamagan. Borib yotganman, qo'raganman. Bolamga qaragan. Rosa ovqat qilgan. Qanaqa nima tursin. Bir ovoz keyin qaradim. Faqat xizmatkorlik bo'ldi. Xizmatkor endi o'zimni o'tishdi. Yomon o'sha qolganman. O'xshaganlik. Har qanaqa vaziyatda ham o'zingizni qo'llab-quvvatlaysiz. Har qanaqa vaziyatda. O'zingizga eng yoqmayotgan vaziyatda ham o'zingiz o'sha paytda, o'sha jarayonda, o'sha vaziyatdan qo'llab-quvvatlab olib chiqib kelasiz. Siz o'zingizni qo'llamaysiz, kim sizni qo'llaydi? Siz o'zingiz burchaklarga turib jazalayapsiz. Atrofingizda qanaqa javob eshitasiz shunaqa paytda? Atrofingizda xuddi shunaqa javob eshitasiz. Hamma sizga napadiya qilishni boshlaydi. Sen o'zing shunaqasan, sen o'zing bunaqa bo'lgan uchun shunaqa bo'lyapti. Sen o'zing yaxshi bo'lmaganing bu vaziyatda bo'lmasdi. Sen yaxshi bo'lmaganing uchun shunaqa bo'lyapti. Chunki nima qildi siz ichingizda o'zingiz kechirolmaysiz. Uylaringiz tozamasligini kechirolmaysiz. Ovqat qilib qo'ymaganingiz uchun bugun o'zingizni yomon ayol deb o'ylaysiz. Yaxshi ayol bo'lganingizda ovqat pishirib qo'yadi, deb shunaqa fikrlar o'tadi. Bunda siz yomon ayol bo'lib qolasiz. Ya'ni siz ham sig'ijamsiz. Xohlagan paytingizni dam olishga haqqingiz bor. Ikkinchisi, endi atrofdagi insonlarni hammasini maqtaysiz. Qo'ldan kelgancha, faqat haqqoniy bo'lib. Soxtalik emasdi, ichingizdan bo'lishi kerak. Masalan, kelib, qo'liga yarashmagan bo'lsa, voy qo'lingizga yarashmaysiz. Yarashgan jihatini o'ziga gapirasiz. Maqtov jarayonida yashaysiz. Ya'ni saxiylik bilan maqtaysiz. Turmush o'rtoq, farzandlar, agar siz turmush o'rtog'ingizni farzandlaringizni maqtadingiz, o'sha kundan boshlab o'yinga qaytarish boshlaysiz. Va siz ochilishni boshlaysiz. O'zidan o'zi maqting bo'lsa, bozorlikka keldi, maqtaysiz. Farzandlaringizni o'sha olgan to'g'ri bahosi uchun ham qo'llab-quvvatlaysiz. Nima qilsa kimda bo'lmagan? Nimaga endi faqat 5 olganda yaxshi ko'rishingiz kerak, to'g'ri olganda uni burchaga bosib qo'yishingiz kerak. Keyin ko'chalarga mo'ljallangan qishimdan voy bolalarni sanasi olib ketgan
topasınız. Önce atrofimda ketmaydi. Mahkamaga olmasam, masalan, ko'rmayapman. Xonangdan chiqmaysan, to'g'ri, yonimga kelib, mablag'ni Endi boshlaganingizda shunaqa agar hayotda har kuni shuni qo'llasangiz, men boshini qizartiradi. o'zi vaqtiyman. Masalan, ovqat bo'lsa ham shunaqa keyin boshlasamki, ular eshitishga o'rganmagan, bilmayman, ana o'zlariga to'sib qo'yadi. Paxta 2008 mi? Paxtami? Bunaqa gap keldimi? Bu odam maqtov eshitishga tayyor emas ham. Jertva obrazida yashaydi. Ya'ni jabrlanuvchi obrazdagi inson nima bo'ladi? Qabul qiladi. Uni ham to'g'ri tushunish kerak. Shunaqa sarrofdan shunaqasi. Rostdan. Mana shuni e'tirof qilsangiz, buni qabul qil. Ya'ni jertva obrazida qabul qilishi bilan o'zini jertva obrazdan chiqib ketib qoladi. Chiqib ketib qolmasligi uchun himoyadan bo'ladi. Yo'q, yozganmi? Aldamayapsan, yoki paxta kimyo saksiz. O'shaning uchun bemalol ochiq oydin maqtaymiz. Rostdan yaxshi-da. Yana nimaga bo'ladi deyapsiz, bilasizmi? Siz ochilib maqtadingizmi, xohlagan odamsiz. Pul patronlaringiz ochilib ketadi. Shu joylarning pul patronlari sog'lom. Patronlari ochilib ketadi. Keyin sovg'alarga ochilish bo'ladi to'g'ri. Maqtov siz boshqalarni maqtaysiz-ku, siz kengayasiz. Ya'ni haqqoniy maqtashingiz kerak. Pul kutib, sovg'a kutib emas. Siz kutdingizmi nimaga? Bu narsa bo'ladi. Rahmat, baraka toping deymiz. Endi siz aytgandek siz qaror unaqali omondaman bilan chestman bo'ladi. Haqqoniy qizlarni o'ziga hisoblasin. Qizlar haqqoniy maqtaysiz. Shunda sizga pul pakotlari ochiladi va sovg'alar ochilib ketadi. Sovg'alar pakotlari. Keyin o'zlari sovg'alar kelaveradi. Hayotingiz siz kutmagan darajada boshqacha bo'lib ketadi. Nega og'zimni qamasdi? Chunki siz yo'qodingiz. O'zingizga ham bermasdingiz, boshqaga ham bermasdingiz. Siz boshqalarga bemalol bera olishsiz. Birinchi o'rinda o'zingiz shunaqa holatda yashashingiz kerak. Ya'ni o'zingiz maqtashingiz kerak. O'zingiz shunaqa holatda yashamasangiz, qanaqa boshqaga berasiz? O'zingizga yo'q. O'zingizga yo'q narsani boshqaga beramiz. O'shaning uchun birinchi o'zingiz, keyin boshqalarga. Uchinchisi